Shu yerda Jahongir. Qashqadaryoliklar to'xtating, o'zbek nomerda ekan. O'zbek nomer, to'xtating. Asli. Hozir telefon ko'tarmayapti. Benzinimiz qolmadi mashinada. Iloji bormi ruxsat qilib turishni? Benzinmi? Ha. Benzin olmayapti bunda. Ay pul bo'lsa, imkoniyat bo'lsa pul berib turinglar. Nima qilish kerak aka? Ishga keluvdi, ishga. Telefonni ko'tarmayapti, ish beradigan. Shaharga yetib olish uchun. Ruxsat qilib turasizlar? Nima qilaylik? Bir 500 so'm, 1000 so'm bersanglar bo'ladi aka. Shartga tashlasa iloji bormi? Mayli. Aka, bu sotsial eksperiment hazırlashyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aka. Kamerada olib turibdi bu yoqda orqadan. Qayerdasizlar? Bir tushib ana qilib qo'yinglar. Shu yerda Jahongir. Bratlar o'zimizdan ekan. Qayerdasizlar aka? Qashqadaryo. Qashqadaryolik akalarni Sesertda ko'rib qoldim, gap yo'q aka. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum sizlarga. Do'ppiladan bilindi o'zi. Gap yo'q aka. Alloh rozi bo'lsin. Yo'q, lekin realmi agar? Yo'q, aka hammasi yaxshi. Men prosta o'zbek nomeri ko'rib, biz atayniga haligi margat qilib to'xtatdi-da sizlarni. Xizmat yo'qmi aka? Rahmat. O'tinglar bir Yekaterinburgga borib bo'lsanglar ko'rishamiz. Internetga qo'yib qo'yaman, rozi bo'lasizlar. Mayli, mehmon qilamiz. Rahmat aka. Abdusha joningiz sog' bo'lsin. Xo'p.